Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar ko'rayotgan kanal Lazizbek Uz kanali va men sizlar bilan Lazizbek oldimizda. Ko'pchilik mendan kommentariyada anchadan beri so'rashadi. Akajon, o'zimizda Samarqandda tuning qiladigan joylarni, tuning qiladigan mashinlarni va tuning qilingan mashinlarni ko'rsating deb. Bugungi videorolikimiz sizlarga yoqadi degan umiddaman. Biz tuning qiladigan joydamiz, tuning centerdamiz, Samarqandda joylashgan va o'zi akamiz bizga mana o'zi Matiz'ni tuning qilyaptilar va shu haqida ma'lumotga olmoqchimiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Alloh yaxshimi. Aka, sizlar bu yerda tuning qilasizlar, to'g'rimi? Ha. Xo'p, biza o'z obunachilarimiz anchadan beri mendan so'rashadi, Lazizbek shu tuning qiladigan joylar bor. Masalan, ko'pchilik yangi mashina oladi-da, mashinani o'ziga ozgiroq joyi yoqmaydi, ozroq o'zgartirish kiritgisi keladi, to'g'rimi? Hozirgi vaqtda endi. Hozirgi vaqtda, masalan, ko'p narsa kerak emas. Hamgina bitta tonirovka, plyonka, o'zimizda razрешение bor. Samarqandda razрешение bergan. Laminat, обычный laminat bilan diska обычный, diska 15 degan. Bu masalan hozir Matiz tuning qilingan variant, to'g'rimi? Xo'p. Matizga mehr bergan narsa, bu nima обычный narsa, mana bitta qo'yganmiz. Laminat urgan. Bu освещениеga mushak qilmaydimi bu? Освещениеga вообще zarari ham yo'q, hech narsa yo'q, navruz защита. O'zini bunaqasini sariq bo'lmaydi. Oynasi. Oynasi sariqlik bo'lmaydi, keyin laminat qilganmiz. Ustidan. Buferda abishni sargina boshqacha qilganmiz, bezak berganmiz. O'zini buferimi bu yo boshqa bufermi? O'zini buferini sargina tuning qilganmiz. Mana bu joylari boshqacha chiqqan-a? Texnika kirgazib, boshqacha qilganmiz. Xo'p. Bu yerda yana svetodiod qo'ygan-a mana? Bu svet bu yoq. Abishni svetodiodli. Abishni lampa bular ham. Yani nima aytaysiz sizga? Mana ollaga urganmiz, ollaga luk qildik, mana pomler luk. Oldiga nima bo'lgan bu? Tonirovka urilganmi? Tonirovka urilgan. Bunga tonirovka urilgan, zarari yo'q. Bunda sonsiz защита bu. Issiqlikni kirgazmaydi, issiqlikni. Tushunarli. Dalni bilishniga, dalni kelayotgan ba'zi ko'zni olmaydi. Yana nima? Bunga hech qanday anular yo'qmi? Zapret yo'qmi? Yo'q, bu narsaga buncha вообще zapret yo'q. Tonirovka qoraga zapret. Bu razрешение bo'sa bemalol. Bunga endi bu uncha aniq qilmaydi-a, uncha protsent. Endi sizga yanimdan ko'rsatsam. Buni lukni qanday qo'ygansiz aka? Luk, обычный luk ustanov qilganmiz, luk ustanov qilamiz. Polni o'zinglar qilasizlar bu yerda. Hammasini noldan. Sizelniy mers. Mercedes-mi bu? Mercedes-ni qilganmiz. Ruli qanaqa buni? No, shu обычный rul. Hammasi o'sha datchiklari karbon qo'yganmi? Mana bu karbonni. Polni karbon, idealni tabloni eshichlari, zajgani stop start, tam stop start knopka qo'yilgan ekan. Ichi akkuratni chiqqan ekan, lekin uncha ko'p narsa qo'ygan. Ko'p narsa qo'ymaganmiz bu yerda. Va 15lik diska balon qo'yganmiz. Diska balon 15 ha bu.
15lik diska profilli balonlar. Bu masalan Matiz'ni ba'zilar masalan tegadi deydi. Bu tegmaydimi? 100% tegmaydi. Biz peridelni narsalarni qilganmiz. Boyagi usto akamiz mehmon Tojikistondan usto bizlarga. Mana laminatlar uryapti, ko'rdingizlar. Do'y postli qilganmiz, ko'rasizlar keyin. Rezultatda. Da, rezultatni keyin ko'rasiz. Bu tonirovkani o'sha kishi uradi-da, usto. Ha, tonirovkani o'sha kishi laminat. Sarapina, zashitada xohlagan svetlaringizni urib beramiz. Mana orqaga ham eksklyuziv variant. Mana bu knopka bagaj bu. Polni bagaj ochiladi. Mana. Polni bagaj ochiladi. Tushunarli. Ko'p narsa bermaganmiz. Xarajati bor, ko'p emas. Примерно qancha xarajat mana shu mashina? Примерно bitta mashinaga, masalan, Matiz'ni o'ziga bo'lsa, hozirgi vaqtda $600, $700 ana shu narsa ketadi. $600-700 Da, mana shu narsaga look, juda diskalarga. Diskalar, mana bizlarga o'zimiz Tojikistonda mehmon. Bu akamiz, assalomu alaykum. Yaxshi, Mana shu stol bizlarda Mamadullo ismi. Ana shu stokam tonirovka professional ustoyimiz. Mashina pom tonirovka qilish, hammasi xizmatlar bor sizlarda. Tonirovkaning sifati qanaqa? Tonirovkalarning har xili bor-ku, to'g'rimi? Tonirovka 80, 100, 70, 15 gacha bor. Hamma protsentlarimizdan bor. Endi bu masalan ko'pchilik quyoshdan bo'ladi, yo ortishib qoladi, tortishib qoladi deydi. Shunaqa emasmi? Biz garantiya beramiz. Чисто amerikanskiy, savmesi Dubaydan olib kelgan tonirovkalar hammasi birga. Mana bu laminatlarimiz xohlagan ranglardan mashinaga urib beramiz. İçini salonlarni ham laminat qilasizlar-da, bu bo'lmasa? Yo'q. Ich salon обычно без цветni laminat qilib beramiz, parqlarni. Da. Bu oldini mana hozir patfarnikini yo'qdik, mana oldi ko'rinishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ichini lampa qo'yganmiz ichkaridan. Ichkaridan fon lampa qo'yib berganmiz. Biz avtotuning Goodyearga bizlarga bu yerda hamma narsa, mashina yangi mashina olib keldik. Boshqa mehr beramiz. O'zimizdan, hammasi o'zimizdan. Hozir masalan ko'pchilik yangi mashina salondan oladi, baribir xarajat qilish kerak, to'g'rimi? Da, обязательно. Diskadan boshlab, masalan salon ichlari, chexollari, polirlari, hammasi o'zimiz qilamiz. Bemalol sizlarning oldingizga olib kelsa, narxlari bo'bayda ham kelishib, arzon qilib, chiroyli qilib berasizlar, to'g'rimi? Yaqin orada Xudo xolasa Lexus chiqaramiz. Bir haftadan keyin Xudo xolasa ko'zlaymiz. Biz kelamiz, Xudo xolasa, o'sha Lexusni общий nimalar bo'ladi, hammasini narx aytib, chiroyli qilib ketamiz, albatta. Mana diska, piska hammasini o'zimizdan qo'ydiramiz. Disklaringiz ham bor, hammasi. Hammasi bor bizda. Значит, bu yoqda hozir men sizlarga Matiz haqida ma'lumot berdim. Akamiz bilan o'z Matizga qilgan xarajatlarni ko'rdik. Uncha ko'p narsa qo'yilmagan, akkuratni chiroyli chiqqan, lekin o'z Matizni haydab ham tashqarida ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda, tuning qanday savollaringiz bo'lsa, albatta akamizning nomerlaringizni qoldirsak bo'ladimi? Obunachlarimiz qidirishadi-ku. Mana bizda Samarqandda manzil qayerda berdi? Makaronkadan yuqoriroqda. Goodyear. Makaronkamiz Gorgeyni oldida. Gorgey. Перекрестка Gorgey. Перекрестка Gorgey. Yonda Goodyear. Avtotuning Goodyear. Avtotuning Goodyear, Перекрестка Gorgey, ya'ni shahar gay boshqarmasi bu yoqda ko'pchilik bilsa kerak. Albatta tashqaridan ham syomka qilib ko'rsatamizki, sizlarga murojaat qilishadi, Xudo xolasa obunachlarimiz. Sizga ma'lumot uchun rahmat. Xudo xolasa videorolik sizlarga yoqdi, foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan ko'rishamiz degan umiddaman. Salomat bo'lasizlar. Barchaga rahmat. Приходите, автотюнинг, Goodyear, против Gorgey.